Endi savol sizga, Carrefour yoki Magnum kirdi. Bizda bozorda bitta katta o'yinchi bor, Korzinka degan, haligi o'zini o'rnini zo'r egallab olgan o'yinchi bor. Ma'lum bir pozitsioner, masalan, magazin Udoma degan formatga ega bo'lgan havas bor o'sha paytda. Uncha yaxshi holatda bo'lmagan Makro bor edi. Lekin ma'lum bir o'zini ham uni ham o'rniga ega odamlar taniydi как minimum. Endi Carrefour kirdi. Carrefour nima bilan bozorga bera olardiki, o'sha paytda Korzinkani mijozi yokida ularning sohasida bozor, asosiy anaqa supermarketlar bozorda haligacha shunaqa, supermarketlar bir-biri bilan raqobatlashmaydi, bozordan mahsulotlar bilan raqobatlashadi. Traditsion bozor hali ham bizda katta o'ringa ega, supermarketlar o'tdan o'ziga yangi mijoz jalb qilishadi. Savol, Carrefour nima bera oladiki, yo bozorda sotayotgan odam Carrefourdan kirib sotib olsin, yoki Korzinkada sotayotgan odam Carrefourdan borib sotib olsin. Beradigan narsasi bormidi? Yo'q. Magnumda ham yo'q edi. O'shaning uchun kasodga uchradi, tushunasizmi?